Uy quraman deb yer qida yurgan akalarimizni, opalarimizni diqqatiga zo'r narxda yer chiqib qoldi. Videoni ko'p tursanglar, men video davomida narxini ham aytib o'taman. 10 sotuvga joylashgan, fasad uzunligi 25 ga 45 bo'lgan hovlimiz sotuvga chiqyapti. Yon atrofi bitta ko'rsataman, ko'rasiz. Chiroyli kottejlarni qurib qo'yishibdi. Mahalla polni yashidi, gaz, svet, suvdan muammo yo'q, xudo xolisa. Keyin ichkaridan ham bitta ko'rsataman. Bu videoni kottej quraman deb yer qidirayotgan akalarga jo'natib qo'yinglar. Narxi har qayerda arzon. Sergelida bilasizlar, 25-30 so'rashadi. Biza Chortoq mahallaga kelganimizda har bir sotiga 20 ming dollardan so'rashyapti. To'g'ri burchi, kadastr dokumentlar hammasi joyida. Mana bo'tga xohlaganingizga biznes qiladigan bo'lsangiz, masalan, kottej qurasizmi yoki omborxona, sex, zavod qiladigan bo'lsangiz, mana yaxshi variant. Bitta ko'ringlar. Fasadlar ham 25 ga 40 bo'lyapti, dokumentlar joyida. 10 sotuv qiziqqanlar uchun pastdagi raqam bo'ladi. Bu videoni yer qidayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying, foydali bo'ladi. Albatta, bizga obuna bo'lishingizni unutmang. Shunaqa arzon variantlarni o'tkazib olmaysiz.